bu zaminning so'lim tabiati, Baxshivor va Bobatog', Sangardak va Xonjizza, Boysun va Oltinsoyning fusunkor manzalari har qanday odamni maftun etadi. Bu yerga musulmon dunyosining ulug' allomalari, muborak payqadamlari tekkan va ularning barchamiz uchun tabarruk xohlari shu tuproqda ko'milgan. Eng muhimi, bizlarning qanday qadimiy tarix, qanday o'lmas madaniyatga ega ekanimizni, kimlarning avlodlari, qanday ulug' zotlarning vorislari ekanimizni anglashga da'vat etadi. Vohaning go'zal tabiatini Oltinsoy, Sangardak, Xonjiza, Sayrob, Darband kabi suluv go'shalarini bir bora ko'rgan bepoyon qir adirlarda baxshlardan doston va termalar tinglagan inson bu diyorga umrbod maftun bo'lib qoladi.